Qanday boshlangan bu kasallik? Bir tishni noto'g'ri davolab shundan boshlangan. Og'riq chap tomondan ketadi-da. Shu oldin birinchi boshlangan payt mana bu yer bilan ketadi. Ovqat yeb bo'lmaydi. Ovqat yeyman, bir tomonga salgina tegsa ham ketadi. Davolanishlar foyda bermaydi. Kecha bizda operatsiya bo'lgan, uchoqli nerv nevralgiyasi bilan. Hozir so'raymiz holatlarini. Siz ism familiyangiz nima? Inatova Malika. Malikaxon. Yoshingiz nechida sizning? 70. 70 ga kirdingiz, ha? 70 dan o'tdim. 70 dan o'tdingiz. Siz shu uchoqli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotgandingiz? 2005-yildan beri 20 yildan o'tdi. Boshlanganiga? 2005-yil martdan boshlanadi. Qanday boshlangan bu kasallik? Bir tishni noto'g'ri davolab shundan boshlangan. Pastdagi tishingiz og'ridi? Ha, pastdagi yuqoridagi tish. Og'ridi, yurdik. Martdan davolanib yurdim. Iyul oyida oxiriyat 60 ga chiqqandan keyin umuman bo'lmay qoldi. Tishingiz o'zi sog'lom-da o'zi? Hammasi sog'lom edi. Bitta bilonba qo'ygandan keyin shu holat bo'ldi, yopilgandan keyin. Keyin MRTga olib boringlar deb shu kishi shunaqa dedi-da. MRTga keldi 2005-yil 9-avgustga edi. Hamma yo'q esida ekan. Ha. MRTga tushirgandan keyin немедленно tishni oldirish kerak dedi. Men MRTga birinchi marta tushyapman. Tushgan paytimga ko'zimni ochganman-da. So'ng yana bir marta tushiray degan uydagilar shok holatga tushganlar bilan. So'ng tushirgandan keyin yo'q, немедленно tishni oldirish kerak. Tashmayapti. Shu Toshkent doktorlari olib borishdi-da, ular ham tishni oldirish kerak. Yotish kerak. So'ng Qashqadaryoga olib borib, akam bir tish doktoriga tishi og'rigan, bunday holatlarni aytmadilar-da, bordilar. Shu tishni oldi, tishni olgandan keyin pich qo'yib yubordi-da. Shundan keyin o'zi Qashqadaryoga Xudoyberdiyev degan kuchli nevrologimiz bor. Shu pensiyaga chiqib hozir qarib qolganlar. Shu kishiga davolandi yotib. Shu dori-darmonlar. Shundan beri shu davolangan paytim qoladi, keyin og'riyveradi-da. Qancha yaxshi bo'lsa bir davolanmasangiz o'rtacha? Bir davolani olsam 4-5 yaxshi bo'lardi-da. Oldin yiliga 2 marta bo'lar. Undan keyin ko'payib ketdi. Yiliga 3 marta, 4 marta. Shu davolanishlar ko'pga yordam bermay qoldi sizga? Ha, ko'p oxiri yordam bermay qoldi. Og'riq sizda qanday bo'lardi? Og'riq chap tomondan ketadi-da. Shu oldin birinchi boshlangan payt mana bu yer bilan ketadi. Shu Xudoyberdiyevga davolanib ketgandan keyin u yerdagi og'riq ketdi-da, shu pash bilan ko'chib shunaqasiga. Og'riq kecha haligi gaplashayotgan vaqtimizda ham birdaniga tutib qoldi, tushib qoldingiz unday qilib. Gapirgan paytingizga, ba'zan og'riq bo'lgan payt labga tegib ketgan paytga ham ketadi. Sanchib qoladi. 2 yildan shaqi tilimni yarmi pishadi-da. Shu ovqat yeb bo'lmaydi. Ovqat yeyman, bir tomonga salgina tegsa ham ketadi. Dorilarni ichib nima qilgan paytga ovqat salgina yeydi. Nima dori ichib yurdingiz shuncha yildan beri siz? Karbamazepin. Nechtagacha chiqdi shu dorilar ko'paygan vaqtida? 3 marta. Sizga boshqa operatsiya uslublari ham taklif qilindi. Mana kecha sizga biz lazerli operatsiya o'tkazdik. Xudoga shukr, yaxshisiz. Ungacha ham boshqa hech kim operatsiya usulini aytgani yo'q. Qulog'ingiz orqa tarafdan ochib operatsiya qilish kerakligi haqida aytmadimi? Men o'zim qiziqib operatsiya bo'lganlar bilan qiziqib yurdim. Ko'rdim. Mana Toshkentga qildirib kelganlar bilan endi qiziqqanim uchun ko'pchilikdan ular yana takror bo'ldi-da. Shuning uchun qo'rqqanimdan shu Toshkentga borganim yo'q. Qaytalagani uchun bir kishini operatsiya qilgan holatini ko'rdim. Shu kishi bilan telefon orqali Toshkentdan edi u kishi. Quloqning orqasidan operatsiya qilgan. Quloqni operatsiya qilganini ko'rdim. Keyin qildim. 3 oydan keyin takrorlandi. Unda og'rib qoldi. Og'rib qoldi degan so'zni aytdilar. Undan keyin men qo'rqdimda, operatsiya qildirmasdim. Bolalarim sizni mana bu Instagramdanmi nimadan ko'rishdi, operatsiya qildiraylik desa ham ular yo'q. Oxirgi paytga juda kuchlanib bo'lgandan keyin sovuq tushgandan kuchayib ketdi-da. Xo'jayinim ham operatsiya qildirish kerak, nima u kishini endi yuraklarni operatsiya qildir dedi. Mana men yaxshi bo'lib ketdim-ku. Deb shunday deb bolalarim mana o'qigandan keyin sizni anularingizni ko'rsatishdi. Hammasini. Keyin kecha keldingiz. Kecha keldim. Yaxshi kutib olishdi, yaxshi o'rnashdi. Kecha Xudodan so'rab operatsiya qildim. Ilohim Xudodan so'rab iltijo qildim. Doktorlarimiz yaxshi, qo'llari yengil, omadlarini bersin. Ularga baxt saodat tilayman. Bundan keyin ham hamma shifo bersin, ular sog'lom bo'lsin. Alloh shifo bersin. Endi mana siz Malika opa juda kam og'rimadingiz-da. 20 yil bu katta srok.
davolanishdan foyda bermaydi. Menga o'xshagan Vaqtincha kasallar tezroq mana shu yerga kelishlaridan nima qilaman. Men bir tish doktoriga nima qilganimga bir G'uzordan bir erkak bor ekan. Men shu yerga ketyapman deganga telefonlarimni oldi. Bilib keling, men ham boraman, bolalarim aytdi deganida endi borib telefon qilaman. Duo qilib qo'ysangiz bizni. Ilohim tinchlik saodat bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Ilohi charchamang, omadingizni bersin. Hammaga yordam berasiz, sizga Alloh yordam bersin. Aytganingiz kelsin. Nima tilaklaringiz bo'lsa, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, bolalaringizni huzurini ko'ring. Nima yangi tilaklaringiz bo'lsa, tilaklaringiz amalga oshsin. Men endi matematikman. Qisqacha uni so'zga boyligim yo'q. Qancha boylik, so'z boyliklari bo'lsa, sizga tilayman, Allohim. O'zi bugun bitta bemor operatsiya bo'ladi. Bugun sizga o'xshagan bemor, u ayol jurnalist ekan. Siz matematik ekansiz.